Qo'lingda hunaring bo'lsa, hamma narsaning ilojisi bor, ayniqsa tikuvchilik. Qizim sumka muammosi bilan oldimga keldi. Ruchkani siyoh toshib ketibdi. Har qanaqa kimyoviy vositalar bilan tozalab ko'rdim, ilojisi bo'lmadi. Oxiri o'zimni kasbimdan kelib chiqib, to'g'irladim. Siyoh tekkan joyini sekinlik bilan kusachka yordamida ochib chiqdim. Ichkarisi juda ham qo'rqinchli siyoh ekan. Astar va kojasini, siyoh tekkan joylarini kesib tashladim. Pastidagi fason uchun berilgan skladkasi bor ekan. Skladkasini yoyib, tekislab tikib oldim. Bostirmasini bostirmadek qilib tikdim, astarisini ichidan tikdim. Kesib tashlagan kusuk joylariga boshqa o'rnashtirib qo'ydim. Ichini tikish uchun tepa zamok joyidan ochib kirgan edim. Oxirida u joyini blavkalab, tekislab tikib qo'ydim. Mana bo'ldi. Farzandimning quvonchiga quvonch qo'shib, sevimli sumkasini yangidek qilib berdim. Mana bizning kasbimiz nimalarga qodir.